Estağfirullah. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâike hum hayrul bariyya. Ana şu shahvatini aqli yengan, aqli shahvatidan ustun bo'lgan insonlar, mu'minlar. Alloh aytayapti, albatta iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ana o'shalar yaralmish jonli zotlarning eng yaxshisidir. Aqli shahvatingizdan ustun kelsa, eng yaxshi jon zotsiz. Alloh aytayapti. Endi kofirlarchi aqllaridan ko'ra shahvat ustun keldi. Ular haqida Alloh nima deydi? Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Albatta ahli kitobdan va mushriklardan bo'lgan kofir kimsalar jahannam o'tida bo'lib, o'sha joyda ular mangu qolurlar. Ana o'shalar eng yomon maxluqdirlar. Birodalar, agar insonning aqli shahvatidan ustun kelsa, maloikalardan oliy maqomda bo'ladi. Agar shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, hayvonlardan ko'ra tubanroq holatga tushib qoladi. Koinot haqida tafakkur qilish insonni Alloh taologa tasbih aytishlikka olib boradi. Borliq haqida tafakkur qilar ekan, aqlini ishlatar ekan, Qur'onda buyurilganidek mahluqotlar haqida fikr yuritar ekan, uning bu fikr yuritishligi Allohni ulug'lashlikka, subhanalloh deyishiga olib boradi. Insonni tasbihga yetaydigan ishonchli yo'l mana shu bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Tafakkaru fi mahluqatillah va la tafakkaru fi zatihi fatahlaku." Allohning mahluqotlari haqida fikr yuritinglar, Allohning zoti haqida emas. Aks holda halokatga uchraysizlar. Allohning zot haqida fikr qilib bo'lmaydi.